Assalamu alaykum to'rdoshlar. Men Rustamjon blogidan Rustamjon bo'laman. Men bugun o'zimning tunji dars bo'lish bilan men Photoshop'dagi asosiy qurollarni bir tanishib o'tmoqchi. Qani to'rdoshlarning diqqati to'yanda bo'lsin. Asosli qanday Photoshop'ning qurollari asosli sol tarafdagi tiksimon bo'ldi. Oldin biz ishlatgan burun Photoshop'larda asli bu ikki qatorli chiqibdi. Ikki qatorli kichkina chiqibdi. Hozir bu asosiy bir siz qulam ustidan qatorli chiqibdi. Agar ko'namay bo'lsa, eng ustidagi ko'rsatmasini cheksak, ikki qatorli burungi kon nim bo'yicha chiqadi. Buni asli qaytarib endi darsimizga kelib kelsak, qurolning birinchisi endi bu ko'rsatmas bo'ldi. Bu asosiy biz rasmlarni yutkash, u yoqdan bu yoq surishni o'ynaydi. Masalan, bir rasmni qurib turlik, suratdaylikdan. Bunun qaranlık. Mesela qurib oldik. Endi bunun o'zimiz bir rasm chizib oldik. Mantiqlab turlik. Endi bundan biz foydalanib, endi bu rasmni teylikini surish, surish yo'lini o'zab bo'ldi. Endi odatda bu rasm qilgan bir necha bo'ldi, rasm layligan chaqdi. Endi o'zimiz xalqqa yetkazsak bo'ldi. Endi asosiysi Usman Katek. Bu asosiy bu qurol asosiy tanlash yo'lida Photoshop ishlatilgan eng asosan bilamiz. Endi buni masalan tanlab oldik Katekda. Endi buni suzsak bu tanlab oldik. Endi buni rasmdan tanlab bana suzsak bo'ldi. Har xil shakllar o'zgartirib rang versak bo'ldi. Shunaqa qilish o'ynaydi. Endi bu faqat Katekdan qilib bo'lmaydi. Masalan, ba'zi rasmlarga Kateksiz to'g'ri keldi, ba'zida chambar axir shakllanish bo'lishi uchun biz mouse'ni bunun ustiga kelib o'ngtarib chekkan yog'zi hammasi kat jumlaq elpsman har xil sizg'ir oldu. Shuning uchun biz endi o'zimizning ehtiyoj asosan o'zimiz tanlab ishlasak bo'ldi. Ham ostidagisi bu asosiy rasm o'yish, ya'ni rasm bu tanlash rolini o'ynaydi. Masalan, biz shuni chekib turib, shuni mouse qo'yib bermay o'zimiz tanlasak mana bu tanlagan rayon bo'ldi. Endi ikkinchisi o'ngtarib cheksak ikkinchi qurol bor. Bu asosiy kesish rolini o'ynaydi. Endi bu qirliq bo'ldi odatda. Qirliqdan kesimiz. Lekin bizim bunu asasen resim uygun şaşıltımız. Yani pes gitsek bu anda mögün sımanın mögün rolu var da manında üçüncüsü. Bu özümüz ranı kessek ranı özü tonuydu. Eğer mouse çıkıp özümüz asla yüksekten özü resimini özü otomatik tanlatmadı. Bunun bence de aşı ranlar eniq ayrılgan bolsa şunu söylesek internet yaxşı rolu var da bununki. Hem dördüncü kural yani bu İngiliz yani Fransızca bunu biz Moban Guncu deyimiz. Yani talaşın oynaydı. Mesela bunu ticket plan şu masızgan uyversek mana bunu üzüne otomatik talep verdi. Bu endi internet çoğu sistemi aslında resimler algan çağda. Endi pestik en üstlük olsa koy su şönze guncu. Bu men talaşın oynaydı. Endi bunu işletip baksak endi özümüz talasak buldu mana. Bir ticket turib mesela açmasına gelip özümüzün mouse'unu sürsek üzün talep burdu. Bunu endi özümüz endi bilgence özümüzün ihtiyacı asasen işletsek buldu. Endi 5-ci guncu bo'lsa endi bu resim kesish quroli. Buni endi ba'zan bolalar resim kesishni ancha bilmaydi, cho'ng resim kichiklanmay o'zini xalqagan kesib olmaydi. Endi mush qurolni bilib o'zimiz xalqagan kesib olsak, sürüş bo'yicha qancha aniqlik darajasi bo'yicha kesib oldi. Shuning uchun buni ishlasak bo'ldi. Masalan, men kesib baqalik, kesib mana. Da o'zimiz texnik turib surib turib, yana kemiga yavsam osishga 6 nuqtalarni tutib turib, surib turib kessak bo'ldi. Endi talab olsa mouse ishga cheksak kesildi. Mana kesken önümge eriştik. Endi pastiksi mashiven deymiz. Bu endi asosiy rang tonuydu. Rang talash quroli. Masalan, mana rangdan tonib oldik. Masalan, siz qarasin bag'u jumlaq. Tezaq bu kul rang tanlab oldik. Endi biz yani tanlab oldik. Endi aq menzin çeksek qara. Mana rangni o'zimizdan tanlabmaganda ham shuni foydalanib o'zimizdan ba'zan rang bergan chaqda o'zimiz resimdagi boshqa maqsad shuni chekib turib, endi shu rangning sus aniqligini ko'rsak bo'ldi. Talash quroli. Endi ma qurolni men ancha ishlatib ketmayman. Bundan chiqib ishlatib ketmaymiz. Endi ostidagisi Pyochu gunji. Endi biz resim chizgan chog'dan cho'qim o'zimiz chizmoqchi bo'lgan layni forasini kanligi izlikini bilmizda. Shuning uchun biz endi banchada faqat bilamay qolsak, o'zimiz o'lchamay qolsak, biz turiblam kanligini, o'zining egizligini, bo'lmasa javdolarini qilsak, strap tamomiyada biz chiqib turdi. W deganimiz endi white bu kanlik oldu. Height deganimiz endi bu h deganimiz, mesela kan egizligini ko'rsatdi. Endi ma A deganimiz A bu javdosi 77 gradus. Mana bu
180 bo'lib ketdi, ham gradus bo'lib turdi. Endi bu Qur'onning asosan tanishib bo'ldik. Endi ostidikisi. Bu endi shu bu gunju. Bu asosliqi endi masalan buni qanday chiqishtirmaydigan joylarda kichik rasmlarni izlab dag'li bo'ldi, chikitlar bo'ldi. Yani bunu özümüz xalqın yerlerini özümüz kesip bilsek bo'ldi. Bunun da bulupmu qaysin nima qancha jiqishlaydi deganda, bunun da asosiy qiyashi odam yuzidagi dog'larni yo'qotgan chog'da. Ayni rol intanchon, masalan, ya chikitdan chiqarib qo'yitlik. Qo'yatdik. Endi biz mush qilib turib, matalandek bir chambersman belgi bor. Endi biz mush chamber allekman chikitni. Endi talg'ayan chikib turib, o'zimiz hamda qarang'adan bek o'tkitli. Aynan ayliq asizki, ma oq chikib yo'qolib ketdi. Asosiy bu hamda o'rin to'liqlash, ashan rangini, atrofining rangini mos keltirib yo'q qilish rolini. Bunda odamning yuzini go'zallashtirish rolini go'zallashtirsak intan yaxshi rol bo'ldi. Endi buni orasidagi endi buni asosan hammasini rolini o'xshab ketdi. Endi lekin ishlatg'ayr o'xshamaydi. Endi o'zimiz ham shuni bir mashq qilib bersak, ya'ni asosan shu rasmga ihtiyojiga ancha ishlasak cho'qim yaxshi ilib baralaydi. Ostidagisi endi bu qalam. Bu sizish yo'lini endi o'zimiz tanlab qolgan point sizlar bo'ldi. Mana bu qaysi santraqa sanamma adresin rangli oq rang, lekin men hesab biz kulran chiqadi. Bu nima rol? Bu nima ish endi? Buni qilsak endi buna chiqmas kerak. Endi faqat buni qilsak to'mindu. To'minni suvalab ketgan. Endi biz buni o'zimiz asli keltirib 100% qilsak bo'ldi. Endi malli o'ylang. Iqimni yani bunu yuqori ko'tarsak, endi sizg'an yasaman. Oppoq siz qilib chiqadi. Endi buni shunday qilsak oldu. Ostidikisi. Bu endi ostidikisi bu bo'lsa endi rasmlarni deymiz, ba'zan rasmdan ba'zan bo'lgan ba'ziga asaq kesib asaq bo'ldi. Lekin endi asos bu asosan ma Fuji Gongchang deymiz. Endi shundan bayinda kesib asaq mo ya bo'lsa Fuji qilib, kilolab asaq rol intan yaxshi bo'ldi. Masalan, buni ishlatishda bu chekib bo'lgan yarzi konukdaki el konukimiz tutsak, bu mouse'un uçu endi bunda qo'shib berib o'zgardi. Yani o'zimizda shu kilolamoqchi bo'lgan bo'lsa, Fuji qilmoqchi bo'lgan, ko'paytmoqchi bo'lganda chekib asham elimiz turib bir chekib olsa, endi o'zimiz nakka ko'chaymoqchi. Yani shu yerga kelib turib mouse'ni biz turib asham izlasak, ash burun aqsizlik o'z beticha ashaqqa ko'payib Fuji bo'lib qoldi, kilolanib bordi. Masalan, mana miyaksizlik bilan miyaksiz chiqadi, mana o'xshash chiqdi. Bunun rol intan köpək bulupmu, adamın yüzünü yapıb ötken çağda aylıqanda, məsələn, külkül resimlərini laylayımız o şəkil rol intan yaxşı. Amma asılıqsı, Tuan Gong, endi bu asılıqsı, Tuan Gongju. Bu endi asılıqı özümüz, məsələn, resimnin birini, özümüz Tuan qıptın yıqılamızda, özümüz resimdə qaravalıyız. Endi resimdə qaravalıyazı, endi müşək sızsaq, resimni sızıb burdu. Mana bu, sızıb çıxaran, şartsıma resim, endi bu Photoshop özü de babul resim gelmişin çıkardı. Yani bu musumu endi özümüzün resimini bizim talabı yazıp nimini içip piyancini içip bapas qilsak resimde dingi tuvan deb bor. Yani talab etsek özümüzün xalq resimini mana tuvan deb mishay saqlab talaymiz. Endi shuni foydalansak bo'ldi. Asosiy malli ish shu bugungi. Endi bu menda asosiy qilib masalan bir nimni bir sizsiz bo'lgan bo'lsa, ana shuni yo'qotmoqchi, ishlatmoqchi bo'lsak, shuni foydalanib yo'qotsak bo'ldi. Buni ancha to'xtab ketmayman. Plastikse o'chirgich. Bu o'chirgichning roli endi intayin cho'ng. O'chirgichning roli intayin cho'ng. Endi asosiy biz bunda rasmni xatosiz qo'yganlarni o'zimiz yoqtirmagan, hojati yo'q. Keraksiz bo'lgan yerlarni o'zimiz o'chirib ilvasak bo'ldi. Endi lekin bu o'chirish qanday bo'ldi deganda, o'chirishda o'ntab ketsak bu 3 xil bo'lindi. İkincisi Beijing Xiangpi Sa Gongju. Ben de asası kaç resminin arka manzarasını kesip oldu. Asılıksı Moşuban Sapi Gongju. Pisa Gongju. Bu ben de asası kaçlıkı Moşuban. Bu en reyni disturban talvesek, uçurvesek, okşaş reyni yani üzeri otomatik uçurtudu. Mesela ben çeksek, kar reyni üzeri otomatik uçurtudu. Bunun için o şu rolu var. Lekin endi ma Beijing Gongjuni to'ysa bo'lsak, Beijing Xiangpi Sa Gongju. Bu asosan arqa manzarasini o'chirdigan. Masalan, biz resimda Fuji qilib, üstü bir chaplay. Mana bir resim üstü chapladim. Ma resim bam üstü chapladim. Endi bu resim uchamaymiz, lekin
aqımızı çürəməkçi. Şunun için bizden de Beijing Şampiysa Gongju'nun içi Beijing Şampiysa Gongju'nun bir selestip anım şey özümüz xalığan boyunca ma radyosunu çoğaytip öçürvesek ma aldık esmi öçürmeydi. Bakalım aqızın benzer esimle öçürüldü. Bu endi burası bunaq məlkimiz nasıl sıxmış şu aqı benzersin endi özümüz belki bağın qarranla öçürsük ki. Qarasızlıq etmek için olar. Mesela mağını öçürvesek aqı öçürvetti. Basics endi Jemben Gongju. Van ranglarını tanıştırıp ranglarını rang birimizden resimlerge. Bu rol intan köp Photoshop'ta işletilse orada. Yani resim bütün bunu kuruluk. Qaran bir olay. Endi bunun gamı Jemben Gongju. Bu Photoshop'ta aslında xatlar bulamda resimler bulamda sayı bu kalemge önümlerimiz ya maqsad tutulğan önümlerimiz. Şunun rol intan köp. Mesela bunun ben çeken yazı, bunun rang nereden birimiz degende üstüdeki qalsak katekçi. Bunu çekip özümüz xalığan. Ma'nın arasında ma üstüde bir kadar asıl bir qata var. Biz özümüz talıp alsak buldum yani özü Photoshop üstü bağlarını. Mesela üst bağlı ma talıp bilip şöyle qılatgan yazı özümüz ma tutqan nuqtani. Mesela biz turib yo'lnishini talab bersak o'zi avtomatiklan rang beradi. Mana nimaga erishdik önümge. Endi bo'ldi. Endi özümüz endi boshqa rang berma deb qalsak, o'z manchi ketgan yazı ma asl rangni. Ma asl rang endi asosliq rangni özümüz alsak bo'ldi. Mesela qiz rang qilib turlik, ma taraf oqga. Qilyaptik. Özümüz rangladik mana. Nima uchun men bunda qilib qoldi deganda, ma hozir men yo'lnishni xato qilib qo'yibdiman. Çeksek ona oq oldu. Oq, qizil oq. Özümüz baylansak oldu. Endi yani endi ma asli ikisi rang talsak olma, o'ng taraf rang bo'ldi, ma sol taraf rang özümüz talsak bo'ldi. Endi bu ikkisi var. Endi ma qiz rang çeken yazı ma o'ttirib bir chiqitimiz paydo bo'ldi. Bu nima emasmish qiz rangninki oq rangga alaqanda o'tib ketish alaqan deymiz. Aşağı suv chiqizgan o'rni egallaydi. Özümüz xalqan taraf o'tkazsak oq rang bilan qiz rangniki aralashib ketganini o'zi bitansak bo'ldi. Endi ma üstdeki ma ikkisi. Bu endi o'ng taraf bilan sol taraf yani o'zimiz xalqanlarniki aşağı to'mindu. Süzükliklerisini özümüz şu qo'lda tuvaltaymiz. Mesela ma taraf qizilqi, bu qizilninkini ma üstüne basab tira, bu to'mindu bayfinci baydappa. Süzüklerisi süzüklik emeslerisi 100%. Hani biz 50% qo'ysak, ma qizlarniki suzishib ketdi. Joydan qilib turib sizlik maniki aqalsaqmiya qarab ketdi, chunki bu qizil rang to'ming bo'lib ketgani uchun aqlga belinib qaralib qizilib qoldi. Ham tushunsak bo'ldi. Endi ma bu Ruhua Gongju, endi bu endi resimlarni asosli buningki 3 nimasi var. Mohu Gongju, Ruhua Gongju, Tumo Gongju deb buni asosiy ranglarni shu intan ranglarini bilmaymiz. Asosan ko'zga bekchil qilgan, bek paqraq simaya bo'lmasa bek asaqan mohu sus qiladigan roli bor. Aslidagi sema qo'lning belgisi bo'lsa, Jiashan Gongju, buning o'ngmas o'ng tarafida desek bu Jiadan Gongju, Jiashan Gongju, Haimian Gongju. Jiadan Gongju degan resmni siltilgan. Jiashan Gongju degan qiniq tarzda yuqori ko'tarilgan. Haimian Gongju esa endi bu rolda ash uchinikilar o'xshab ketadi. Jiashan Gongju ishni bassaq mesela o'zimiz xalqqa yana keltirib mouse bisi basak ash tanlagan ya'ninki qiniq tarzda yuqori ko'tarilib turdi. Jiadan Gongju yani siltilgan o'xshash ashyolar. Bu bisi basak ashyolarni siltib turdi mesela. Ya kız yani kısıldı ve akrep gitti. Asas kılmış rol oynaydı. Basics bu kalem. Bu kalem rol intan köpeğe Photoshop'ta. Bunun çok yaxşı gelip sakınmaydı ve mağazıcı anç bilip ketmeymen. Bu kalem asas ende mağazılık biz degen kateksiz ganar kıldık kuralar var. Ama onu tütçasını sızmayımız, çember sızmayımız da turmuş yani her erdi sızmayı oldu. Şundan şu kalem arkalık tıllı bakan yağız yemezsen. Maçıktan aldık. Mana kıtırmaya bir nimsiz olduk. Eğri. Meyagim çıktım bunu koyup, ondan sızıp aldık. Endi man sızıp aldık. Endi bu iş kılmaz degende, müştak resimden sızsak oldu. Tutaş söyleyen yazdı. Bu iş kan talaş emez. Bu resim sıfat, resimden tuğde. Bu bir talanga rayon bulmadı. Şun için mesela bu tuğsanlık on tepe kaysak, Lujing deppa. On çeken yazdı, sol tarafta Gongzhou Lujing deppa. Şunun üstelikle mouse'ninki
oң tarafını çekip Jenli şönçü qilayotgan yağızı çöyding deb basımız. Yani bu talağa rayang o'zgardi. Yani bir o'zimiz qalqarangni basak oldu, masalan qarang basak oldu, aqrang basak oldu. Mana bu qalamning iqtidori. Bu qalamni yani o'zimiz izlanib yurib bayqamasak, o'zimiz vermasak iqtidor bekcho'n narsa men anchalik ketmaymi. Yani aslilik sema tipeliklik yani bu xat kirkizimiz qo'yamda Photoshop amiyalagi. Yani bu rolni asosan hamiz bilib ketamiz. Yani pastiksi Lu Jing Xuanze Gongju. Bu endi bayatdan sizlik qalamda Lu Jing qilib. Endi biz Lu Jingni mushtin orqali tanlasak bo'ldi. Masalan, qo'yandiralik. Ana Lu Jing o'zi, Lu Jing Xuanze Gongju qilib o'zimiz qazam shu tanlagan ol chikit qo'ygan tuqqanmiz o'zimiz mushtin olib tanlab har xil siralaymiz, har xil o'zgartirib boralaymiz. Pastiksi katak. Endi bu bo'lsa Jushin Gongju deb qo'ygan undan endi asl endi shaklsiz ish. Katak sızsaq oldu. Oң tarafı dik turib mana pulunu jumlaq qo'ygan TikTokdan sızsaq bo'ldi. Har xil shakllarni chiqarsak bo'ldi. Sol tarafı dik endi asliq qilsak har xil shakllar bor. O'zimiz sızsandik. Endi eng asliq qilsak tizdi Xinjuan Gongju. Bu endi o'zimiz xohlagan har xil shakllarni sızsaq bo'ldi. Uni tanlaganni yozib istek qilsak nima deb bor. Istek Xinjuan deb bor. Xinjuan buni cheklasak endi o'zimiz har xil shakllarga mushan sızsaq bo'ldi. Masalan, ma Beidou'ninkini biz bilmezmiz, siz baksak oldu, siz saklanı. Dedel çıktı bunun rang bermesek. Rang bersek buldu, özümüz kalır ranglarını. Şu andikin bunun kandı resim bulalım, mesela özümüz tordan çüremiz Photoshop, özümüz kaçılı basaktan ayrı şekillerini paylanız oldu. Asılık seyman kolunu sürttü. Bu kolunu sürttü, asası kıyım şu, mesela bu kolunu sürttü, bastım ya işgal oluyor. Andi bu resmi bence biz Bazı resimler aşağıda biz resimden intan çoğun qıptırıp, yüzünü çoğun qıptırıp layılsak, onunki süptiga emelgi kapatı oldu da, mesela resimiz en çoğun qılıb ettik. Çoğun qılasak bazen kögülümüdük. Yani biz oң tarafdaki, sol tarafdaki sürgü şarkı sıfatsa bek ağa başlar. Şunun için, müş kolunu çeketken yazıyor, müş kolunu istırıplam, biz resimde onğa peske emmi yaxsırışırın oynayalıyız. Endi bu resimde asıl dikisi Lumpenek. Lumpenek, endi bu resimde çoğun ayet kiçik oynaydı. Endi bunu bassak çoğun aydı. Kichik üçün endi eng ustiga qaytsak, niyadi Lumpenek o'tirish elish deb bor, social. Ana biz turgan bir bassaqmi kichiklaydi. Ya bo'lmasa, ko'nib taqsizki eltni biz turib, ammo asli o'tirishga sharchvag'i, o'ng somasini o'tirishga, shuni oldiga usti deb tutsak, resim cho'ngaydi va kichiklaydi. Buni endi baribir ishlatish orqali qilamiz, uslab ketamiz. Aslikisi, endi bu qarang bilan kichik, katak aqrang va endi bu asosiysi bu Photoshop har qanday bo'ldi. Qo'zg'asaqlamanda qiz oldiran qora aqrang. Oldiki qaramiz changingsa deymiz. Oldi nimaninki ko'rinishning rangi. Aqlisi Beijingsi aq bo'ldi endi. Aq surat bo'ldi. Asosiy mushkilan turdi. Endi bu mesela resimga endi rang mashoq mesela kontroldan deltni bassaq. Kontroldan deltni bassaq bu dinimiz hujinsi. Aqibat rang bo'ldi. Aqibat oq shuning uchun kontrol eltni bassaq hozir oq rang bo'ldi, hech qanday o'zgarmadi. Endi eltni deltni bassaq buningga endi qarang berdi. Demak endi eltni deltni emas endi changing son rangini tenchon qilib rang berdi. Masalan biz baqlik eltni delt bassaq qarang olib ketdi. Ham shuni o'zimiz bilmasak bo'ldi. Bugun endi asosiy qurollarni bir qism tanishib chiqdik. Bugun mening yangi dars so'zishim bo'lg'achqa aql izib ketdim. Endi geldim başlap hem pudaq sarfikarisda hem de qurollarni endi birisinden misal ishlar qilib o'zimiz ham style tanishib chiqmoqchi. Shuning uchun endi diqqatinglar bizdan endi shu Rustanjon blogida bo'lsanglar bo'ldi. Rahmat, bugun dars inshaalloh aqlashdi.